Mana sizlarga bugun holati jihatdan original bo'lgan Kas markant 65 press apparatini ko'rsatib o'taman. Mana hozir mana bu yerda 55 ham bor, 65 ham juda assortimentlarimiz ko'p. Linki Yevropa klublarimiz ham mavjud. Mana sizlarga bugun holati jihatdan yagona bo'lgan 65 press apparatini ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek ijodga qismlari juda ham a'lo darajada turibdi. Juda ham kam ishlatilganini mana ko'rib turibsizlar. Preskalarigacha qarab turibdi. Mana sizlarga hozir reduktorlarni ko'rsatib o'taman. Reduktorlari original holatda turibdi. Maxfiy saylanlar mana ko'rib turibsizlar, bo'tlari sap-sariq turibdi. Kodli nomerlargacha. Mana sizlarga hozir ichki qismlarini ko'rsatib o'taman. Mana orqa bunker qismlari, qo'yadigan joylarni mana kam ishlaganlarini ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Mana hali original holatda turibdi mana. Bu Kas markant 55 imizdan farqi mana jatkasi kardarli bo'ladi, sepli emas. Sizlarga hozir tikuv qismlarini ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek mana tikuv qismlari original holatda turibdi. Vertolyotlar ham hali sifatli darajada turibdi. Mana shestanalarni ko'rib turibsizlar, to'rtburchak holatda turibdi, yeyilib ketmagan. Ko'p ishlaganini mana shu yerdan bilib olsanglar bo'ladi. Kimga shu press apparatimiz qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib o'taman. Albatta aloqaga chiqinglar. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda mana Kas markant 55, 65 larimizdan ham mavjud.